Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Yakkasaroydan kattaroq kvartira qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz chiqyapti. Novostroykani 3-qavatida 150 kvadrat metrlik kvartiramiz sotuvda. Arinchiriga keladigan bo'lsak, lokatsiya juda ham zo'r. Yakkasaroy to'yxonani ro'parasiga Novostroykada joylashgan g'ishli Novostroyka. Uyimizda 4 ta xona, 2 ta sanuzel bor. Oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Studiyniy formatda qilingan, bo'sh texnikalari qo'yilgan. Stul, oynalar ko'chaga qaragan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Bu yoq tomonda divandan zona, oilaviy maza qilib o'tirishingiz uchun zo'r sharoitlar qilingan. Uyimizda полностью mebel texnika bilan to'ldirilgan, hali hech kim yashamagan yangi kvartira. Kattagina hol, основной eshikdan kirganda отпечаткali eshiklar umniy dom sistemasi qilingan. Uyimizda garderobimizni qaranglar, katta garderob va xonalarga bo'lingan. Birinchi xonamizda zal, mehmonlar bo'lsa ham bemalol kutaverasizlar. Divandan zona plus 6 tali stol-stullar qo'yilgan, lyustralarga qaranglar. Juda ham chiroyli konditsionerlar, katta panoramli oynalar, televizorlar qo'yilgan, akkuratni bo'lib turibdi uyimizda. Sanuzellar ham rasmiyatlari keng qilingan. Bu xonamizda bolalar yotoqxonasi, 2 ta bolaga mo'ljallangan. O'zini garderoblari bilan высокопотолочный patologlar ham baland bo'lib turibdi. Shunday kiyim bilan kirib yashashga tayyor. Lokatsiya deysizlarmi, remont sharoitlar hammasi premium qilingan. Kattagina umumiy sanuzel plus master spalni ichida o'zini sanuzeli bilan xonalar keng qilingan. Bu yoq tomonda podsvetkali garderoblar va sanuzeli ichida joylashgan. Plus yana bitta xona bor. Bitta katta oila yashashi uchun hamma sharoitlar qilingan. Uyimizning narxini $400,000 narxlayapmiz. Narxlari kelishiladi. Pastda nomerni yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.